Poyabzal shaydosi. Just do it. Shunchaki bajar. Shiori Nike kompaniyasining dastlabki ruhiyatini juda aniq aks ettiradi. Chunki Nike uchun muvaffaqiyat yo'li hech qachon tekis bo'lmagan. Oldinga qayerga ekanligini o'zi ham bilmasa-da, Nike doimo oldinga harakat qilgan. Xo'sh, million dollarlik sud ishlari va jahon miqyosidagi janjallar orasida hamma narsani yo'l-yo'lakay o'ylab topa turib, dunyodagi eng qudratli brendlardan birini qanday rivojlantirish mumkin? Fil. Nike va Nike'ning haqiqiy tarixi, sadoqat va halollik kuchi haqidagi hikoya. Birinchi bob. 1962-yil. Fil. Knight Stanford biznes maktabini endigina tugatgandi. Biznes g'oyasi bor edi, lekin na professorlari, na kursdoshlari, na otasi bu g'oyani jiddiy qabul qildi. Ammo bu Nike'ni yo'lidan qaytara olmadi. U Tinch okeanini kesib o'tib, yaponiyalik ishbilarmonlar huzuriga o'zining dadil taklifini olib bordi. Knight yapon sport poyabzallarini Amerikaga olib kelmoqchi edi. Ko'z ostiga olib qo'ygani Yaponiyaning Onitsuka kompaniyasi ishlab chiqaradigan Tiger brendi. Nike'ning muvaffaqiyat yo'li aqldan o'zgan g'oya va dunyo bo'ylab sayohatdan boshlangan. Nike taqdimoti muvaffaqiyatli chiqishiga ishonmagandi, lekin Onitsuka rahbari unga vaqtni juda to'g'ri tanlaganini aytdi va kompaniyasining nomini so'radi. Nike dovdirab qoldi. Mutlaqo tayyorgarliksiz og'zidan Blue Ribbon degan nom chiqib ketdi. Onitsuka boshlanishiga unga 300 juft Tiger poyabzalini jo'natishga rozi bo'ldi. Keyingi bir necha oy davomida Nike yapon poyabzallarini mashinasining yukxonasida turib sotdi. Onitsuka bilan kelishuvni qo'lga kiritgach, Nike dunyo kezdi. Ko'rgan kechirganlari unga ilhom berdi. O'rgangan madaniyatlardan olgan saboqlari keyinchalik unga katta ta'sir ko'rsatdi. Masalan, Nike'ni ayniqsa Gretsiyadagi Akropol hayratga solgan. U g'alaba ma'budasi Nika ibodatxonasini soatlab tomosha qildi. Yillar o'tib, Nike qadimgi Yunon dramaturgi Aristofanning Suvoriylar piyesasiga tushdi. Piyesada jangchi aynan Nika ibodatxonasida shohga yangi poyabzal sovg'a qilish sahnasi bor edi. Ikkinchi bob. Ko'pchilikning hayotida ilhom beradigan, hurmatini qozonishga intiladigan insoni bo'ladi. Phil Knight uchun bu inson sobiq yugurish murabbiyi Bill Bowerman edi. Bowermanning e'tirofi Knightga orzulari sari borishda kerakli ishonchni berdi. Bowermanning o'zi esa haqiqiy shoe dog, poyabzal shaydosi edi. Bu ibora sohada poyabzalga jinnilarcha berilgan odamlarga nisbatan ishlatiladi. Poyabzal shaydosi oyoq kiyim qanchalik katta ma'no tashishini tushunadi. Hatto poyabzal insonga ishonch bag'ishlay oladi. Bill Bowerman ilk Tiger poyabzallarini qayta ishlab, Blue Ribbonni ommalashtirdi. Knight Bowerman bilan shug'ullanganida murabbiyning norasmiy tajriba quyoni edi. Bowerman poyabzaldagi kichik o'zgarishlar sportchilar natijasiga qanday ta'sir qilishini doim sinab yurardi. U poyabzallarni bo'lak-bo'lak qilib ajratar, keyin qaytadan yig'ardi. Poyabzalni oddiy ehtiyojdan ustunlikka aylantira oladigan har qanday materialni ishlatib ko'rardi. Uning bosh maqsadi poyabzalni imkon qadar yengilroq qilish. Bu xususiyat keyinchalik Nike brendining tamg'asiga aylandi. Bowerman bu maqsadga shu qadar berilgan ediki, bir safar yengilroq poyabzal yasash uchun charm o'rniga treska balig'ining terisini ishlatib ko'rgan. Knight Yaponiyadan qaytgach, Bowermanning oldiga borib unga Blue Ribbonda sherik bo'lishni taklif qildi. Bowerman rozi bo'ldi. Knight katta ishonch oldi. U o'zining aqldan o'zgan g'oyasi chindan ham bir narsaga arzishi mumkinligiga ishona boshladi. Bu hamkorlik nihoyatda muvaffaqiyatli chiqdi. Blue Ribbon endi tetapoya bo'layotgan paytda Bowermanning murabbiylik karyerasi yuksalayotgan edi. U hatto bo'lajak olimpiadachilarni ham tayyorlardi. Bowerman yulduz yuguruvchilari uchun keltirilgan Tiger poyabzallarini o'zgartirar ekan, brendning tanilishiga hissa qo'shdi. Targ'ibot Knightning ko'proq poyabzal sotishiga yordam berdi. Knight Bowermanning ilk o'zgartirilgan namunasi Cortezni Onitsukaga yubordi va yangi poyabzallarni ishlab chiqarishni taklif qildi. Onitsuka rozi bo'ldi. Cortez Blue Ribbonning ilk muvaffaqiyati bo'ldi. 3-bob.
Blue Ribbon o'sgani sari Knight atrofiga ishonchli odamlarni to'pladi. Ular ham o'z navbatida Knightga ishonardi. Lekin Blue Ribbon xodimlari odatiy ofis odamlari emasdi. Ular qolipga sig'magan, lekin ajoyib jamoa bo'lib birlashgan iqtidorli insonlar edi. Blue Ribbonning dastlabki jamoasini iste'dodli, g'ayrioddiy insonlar tashkil qilgan va ularning barchasi muhim qarorlarda qatnashgan. Ehtimol ular boshqacha bo'lgani uchun ham shunchalik yaxshi ishlashgandir. Har bir jamoa a'zosi hamkasbining g'alatiliklaridan o'tib, ichidagi dahoni ko'ra olardi. Hech kim o'zini tiyib o'tirmasdi. Boshidanoq Blue Ribbon xodimlari Knightga va uning maqsadiga ishondi. Kompaniyaning birinchi doimiy xodimi Jeff Johnson tinmay ishlab Bill Bowerman bilan birga innovatsion poyabzallar yaratdi. Jamoani mustahkam saqlash uchun Knight yiliga bir necha marta o'ziga xos jamoaviy dam olish kunlarini o'tkazardi. U yerda hamma bir-biriga baqirib olishi, keyin esa birga kayfiyatni ko'tarishi mumkin edi. Bu davralar hech kim hazildan yuqori turmasligini eslatib turardi. Lekin ruhiyatni ko'tarishning yo'li faqat shu emasdi. Knight jamoasini ko'plab kompaniya qarorlariga jalb qilardi. U general Pattonning hikmatiga amal qilardi. Odamlarga qanday qilishni aytmang, nima qilishni ayting. Natijalari bilan sizni hayratga solishsin. Masalan, Knight Jeff Johnsonga ishini qanday qilishni biror marta ham aytmagan. Jeff unga reklama savollaridan tortib, she'rlar va hazillargacha yozilgan son sanoqsiz xat yuborardi. Katta qarorlar chog'ida ham Knight jamoani chetda qoldirmasdi. 1971-yilda kompaniya Onitsuka poyabzallarini sotishni to'xtatib, o'znikini ishlab chiqarishga qaror qildi. Lekin Blue Ribbon brendi bu qadam uchun mos emas. Yangi nom kerak. Knight yangi biznesga o'zi nom qo'yish o'rniga xodimlardan taklif so'radi. Ajablanarlisi shundaki, Nike nomi Jeff Johnsonning tushiga kirgan. Ancha yil avval Afinada ko'rgan Nika ibodatxonasi qoldirgan ta'ssurotni eslab, Knight bu nomni tanladi. 4-bob. Muvaffaqiyatli tadbirkorlar. Shon, shuhrat va boylik ortidan doim to'siqlar kelishini biladi. Phil Knight uchun bular ikkita yirik sud ishi bo'ldi. Onitsuka va hukumat qo'zg'atgan sud ishlari Knightga tahdid soldi, lekin kompaniya dosh berdi. 1973-yili shartnoma buzilishidan ko'rilgan zarar uchun Onitsuka Yaponiyada Blue Ribbonni sudga berdi. Bu buzilish Blue Ribbon o'zining Nike poyabzallarini ishlab chiqarib sota boshlaganda yuz bergandi. O'zini himoya qilish uchun Blue Ribbon Amerikada Onitsukani javob tariqasida sudga berdi. Ham shartnomani buzganlikda, ham savdo belgisiga daxl qilganlikda aybladi. Blue Ribbon Amerikada Tigerning yengil atletika yo'nalishini eksklyuziv tarqatish shartnomasiga ega edi. Knightning esa Onitsuka ichida xabarchisi bo'lib, Onitsuka rahbarlaridan biri boshqa distribyutor izlab Amerikaga safar qilmoqchiligi to'g'risida uni ogohlantirib turardi. Bu ma'lumot bilan qurollangan Knight e'tiborini yangi kompaniyasi Nike'ni qurishga qaratdi. Oxir-oqibat sud Blue Ribbon foydasiga hal bo'ldi. Sudya qarorini shunday izohladi: ikki kompaniyadan qaysi biri halolroq? Masala shunda. Bu ishda halol tomon Blue Ribbon deb topildi. Onitsuka tovon to'lashga majbur bo'ldi. Bu Knight va uning ishiga birinchi katta tahdid edi xolos. Ikkinchisi 1977-yilda keldi. Nike'ga hukumatdan $25 million qarzi borligi aytildi. Muammo shundan boshlandi. Nike'ning Amerikadagi raqiblari Keds va Converse birgalikda Amerika sotuv narxi degan bojxona qonunini kavlab topdi. Bu qonunga ko'ra, ayrim turdagi poyabzallarga ancha yuqori bojxona to'lovi solinardi. Ular Nike'ni shu qonunni buzganlikda ayblashdi. Lekin Knight jangsiz taslim bo'lmoqchi emasdi. U Nike'ni aybsiz deb hisoblardi. Shuning uchun hukumat da'vodan butunlay voz kechishni istardi. Ammo oxirida ishonchli maslahatchisining tavsiyasini qabul qildi. Diplomatik ishora sifatida da'voni $9 million ga kelishib hal qildi. Hukumat da'vosiga tish tirnog'i bilan qarshilik qilsa, uning xayrixohligini qaytarib ololmasligini Knight yaxshi bilardi. Nike'ga esa bu xayrixohlik keyinroq kerak bo'lishi mumkin. Knight shunday degan edi: to'xtamang. Manzilga yetmaguningizcha to'xtash haqida o'ylamang ham. Manzil qayerdaligi haqida esa ko'p bosh qotirmang. 5-bob.
Ko'rib turganingizdek, Knight cho'qqi sari yo'lda anchagina to'siqqa duch keldi. Davom etish uchun juda ko'p mehnat kerak bo'ldi. Xo'sh, Nike qanday qilib bugungi kompaniyaga aylandi? G'alaba u uchun nimani anglatishini har doim ham aniq bilmasa-da, Knight bir narsani aniq bilardi. U yutqazishni istamasdi. Buning sabablari ikkita edi. Otasini xafa qilib qo'yish qo'rquvi hamda ish ham qiziqarli, ham mazmunli bo'lishi kerak degan e'tiqod. Bu ikkisi uni bir qarorga keltirdi. Shunchaki oqib o'tadigan sust hayotdan qochish kerak. Knight kompaniyani bir joyga olib chiqish, ba'zi moliyaviy muammolarni hal qilishini bilardi. Lekin biznesni qiziqarli va erkin ruhda saqlash istagi uni ikkilantirardi. Knight aksiyalarni sotuvga chiqarish Nike'ning betakror madaniyatini buzishidan qo'rqdi. Lekin uning ruhiyati bunga bardosh berdi. Knight biznesni o'sasan yoki o'lasan shiori bilan yuritardi. O'zi va xodimlari oladigan kamtarona maoshdan tashqari, barcha foyda to'g'ridan-to'g'ri biznesga qaytarilib, uning o'sishiga xizmat qilardi. Bu strategiya Knightni banklarga qaram qilib qo'ygandi. Banklar esa u so'ragan katta kreditlarni ko'pincha rad etardi. Oxir-oqibat, hukumatning 25 million dollarlik da'vosi Knightni Nike aksiyalarini bir joyga chiqarishga majbur qildi. Bir joyga chiqish kompaniya nazoratini va uning o'ziga xos axloq kodeksini izdan chiqarsa-chi? Nike ham yuzsiz korporativ mashinaga aylanib qolsa-chi? Yaxshiyamki, Knightning hamkorlaridan birida ajoyib g'oya bor edi. Kompaniya aksiyalari tuzilmasini shunday qurish kerakki, Nike yuzsiz mega korporatsiyaga aylanmasin. Shu yo'l bilan Knight boshqaruv Nike qo'lida qolishni ta'minlay oldi. Bugungacha kompaniya o'z halolligi bilan faxrlanadi. Global miqyosidagi muvaffaqiyatining asosi ham shunda. 6-bob. Boshidanoq Nike qiyinchiliklarga halollik va g'ayrat bilan yondashdi. Aynan shu munosabat mijozlarni yaxshi kunda ham, yomon kunda ham sodiq saqlab keldi. Fabrikalardagi mehnat sharoitini yaxshilash va homiylik qilingan sportchilarga insoniy munosabat orqali Nike o'z qadriyatlariga sodiq qolishga intiladi. 1990 yillarda kompaniya Osiyo fabrikalaridagi og'ir mehnat sharoiti haqidagi shov-shuvli hisobotning qoq markaziga tushib qoldi. Nike ham boshqa ko'plab korporatsiyalar kabi bu fabrikalardan ish maydoni ijaraga olardi. Lekin hisobot muallifi bir narsani yaxshi bilardi. Nike nomi mashhur, demak matbuot e'tiborini tortadi. Shu bois butun hikoyaning markaziga aynan shu poyabzal kompaniyasi tushdi. Aslida Nike fabrika ishchilarining maoshini oshirish uchun ko'p harakat qilgandi. Lekin uni yuqori martabali amaldorlar to'xtatdi. Ular fabrika ishchisi shifokordan ko'p pul topsa, bu iqtisodiyot uchun yomon bo'ladi degan fikrda edi. Sharmandali fosh etilishdan keyin Knight va jamoasi yanada ko'proq harakat qilish kerakligini tushundi. Bugun Nike fabrika ishchilari uchun yaxshiroq mehnat standartlarini o'rnatish ustida jiddiy ishlayapti. Kompaniya fabrika sharoitini yaxshilagan yo'llardan biri poyabzal yuzini tagcharimga yopishtiradigan suv asosidagi yelim ixtirosi bo'ldi. Bu ulkan yutuq edi. Ilgari rezina xona deb ataladigan bo'lim poyabzal fabrikasida saraton xavfi eng yuqori bo'lgan joy hisoblanardi. Nike'ning yangi yelimi avvalgisidagi zaharli moddalarning 97% ni yo'q qildi. Qolaversa, Nike bu yangi yelimni hatto raqiblari bilan ham baham ko'rdi. Ular ham yelimni o'z fabrikalarida qo'llay boshladi. Nike'ning halollikka sodiqligi fabrika eshigida tugamaydi. Knight homiylik qilingan barcha sportchilarga mahsulot sotish vositasi sifatida emas, haqiqiy inson sifatida munosabatda bo'ladi. Shu hurmat tufayli bu sportchilarning ko'plari, masalan, Tiger Woods, Knightning do'stiga aylangan. Knightning o'g'li g'avvoslik paytida halok bo'lganida, Nike'ning har bir sportchisi xat yozib yoki qo'ng'iroq qilib hamdardlik bildirgan. Yakuniy xulosa. Poyabzal giganti Nike tarixi, kamtarona boshlanish va aqldan ozgan g'oyalar hikoyasi. Kompaniyaning jahon shuhrati sari yuksalishi bir haqiqatni ko'rsatadi. G'oyangizga ishonsangiz, qolipdan tashqari fikrlasangiz va qadriyatlaringizga sodiq qolsangiz, erisha oladigan narsangizning chegarasi yo'q. Amaliy maslahat. Atrofingizni sizga ishonadigan odamlar bilan to'ldiring. Muvaffaqiyatli biznes boshlash uchun faqat pul uchun emas, aksincha sizga va g'oyangizga ishonadigan odamlar kerak.
Ishtiyoqli xodimlar eng fidoyi jamoadoshlaringizga aylanadi va og'ir kunlarda ham yoningizda qoladi.